Bu montaj ilovalaridan eng zo'rlaridan biri CapCut. CapCutda ko'p narsalar cheklangan bo'ladi. O'zingiz bilasiz. Premium sotib olish kerak bo'ladi. Sizda premium sotib olishga pul yo'qmi? Demak, sizga men yechim topdim. Mana bu raqamli daromad degan kanalga kirasiz. Mana bu yerda oxirida turgan fayl turadi. Mana CapCut mod degan ustidan bosasiz. O'rnatish chiqadi, ustidan bosasiz buni ham. Mana hozir o'rnatyapti. Mana ochish chiqdi. Ochishni bosasiz. Mana bu yerdan continuous bosasiz. Keyin plusni bosasiz. Ustidan misol uchun new project, mana bu yerda ruxsatlarni berasiz, ruxsat qilib. Ruxsat hammasiga ruxsatlarni berib, meni kuzatishda davom eting, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu ilova ishlamasa albatta direktdan olishingiz mumkin. Men sizga albatta yordam beraman.